Әмді Pərverdigarımızның başqa bir ayeti üstüde toxtalaylı. Zakkum dərəxi həqiqətən günahkarlarının tamıqıdır. O, eğritilgen mistek qızıqdır. O, qorsaqlarda qaynaq sudək qaynaydı. Dovzaqqa muakkal farishtalarga uni tutib, so'rab, dovzaqning o'ttirsig'i elib beringlar. Ondan uning beshiga qaynaq suv quyib, azoblanglar deyiladi. Uningga xarlash va masxir qilish yuzsidan bu azobni tetig'in. Sen haqiqatan izzatlik, ulug' zot eding. Bu azab haqiqatan hayot vaqtinglarda sizlar shaklangan narsadir deyiladi. Ayet karimda tilga ilingan zaqqum daraxi Janobi Allah cehennemde yaratgan ve mel'un darax deb isim qo'ygan daraxtdir. Cehennem ahli qo'rsqi ochganda bu daraxtning yeniga keladi ve uningdan yeydi. O darax ularning qo'rsaqlarida qaynoq suvga o'xshash qaynaydi. Janobi Allah zaqqum daraxini ularning qornida erigan misqi o'xshash qaynatadi. Zaqqum daraxi haqida Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem shundoq degan. Agar zaqqum daraxidan bir tomchi dunyoga tushgan bo'lsa, bütün insonlarning hayotini buzib tashlagan bo'ladi. Undaqda yeydiganlari faqatli zaqqum bo'lganlarning hali qandoq bo'lib ketar? Cehennemde köpligen azap türleri bar bulup, açlık ve ussuzluk bularının biridir. Cehennemde qo'rsaq şu kadar açıdı ki, açlıktan kelgen azap ve elemden qutuluş üçün zaqqum daraxidan yeyishga razı buludu. Hem de qo'rsqida erigen mistek qaynaydiganligini bilip durup. Ondan keyin shundoq ussaydı ki, suvsizlikning alimidan qutulush uchun qaynoq suv va yiringni ichishga rozi bo'ladi. Acaba ochliq va ussuzlik bergan azob qandoq bir azobki, inson hatto zaqqum daraxini yeyishga va qaynoq suvlarni ichishga rozi bo'lar. Faqat ochliq va ussuzlikdan qutulsili bo'ldi. Bu qandoq dahshatlik ahvol ha? Ey nefsim, emdi senden bazı suallarını sorayman. Bana insaf bilen cevap bergin. Zaqqum daraxini yeyish ve qaynoq suv ichish yaxshimi yoki cennet taomlaridan yeb, cennet şerbetleridan ichishmi? Ey nefsim, Rabbim senden cennetki muqabil qaysi bir tas ishni talab qildi ki, sen uni berishdan qechiyotsan. Talab qilgan narsa shundoq tasmi? Kunda 5 vaqt namoz o'qish, boy bo'lsang mollaringning 40 birini zakatga ayirish, umringda faqat bir qatim haj qilish, bular shundoq qiyinmi? Ey nefsim, hem şundak hayranman. Dünyadaki qaysi lezzet üçün zaqqum daraxidan yeyishga ve qaynoq suvlardan ichishga rozi bo'lasan? Qaysi zo'q üçün o'tni kuyishga ve zanjirlarga bog'lanishni qabul qilasan? Bu qisqagina dunyoda uning uchun o'tga kirishga rozi bo'ladigan qandoq narsa bor? Xo'sh ey nafsim, jannatga kirolmaslik tuyg'usi sening ko'nglingni yerim qilmamdi?
jannat ahli bilan jahannam ahli orasidagi bir qism dialogni Qur'on bizga xabar beradi. Shundoq, Janobi Alloh ba'zida pardani ko'tarib etadi va jannat ahli bilan jahannam ahli bir-birini ko'radi va bir-biri bilan so'zlashadi. Ajiba, jahannamda turib jannatni ko'rishning azobi qandoqdir? Buni xiyol qila olamsan? Jahannamda kuyish yoki jannatga kirolmaslik. Buningdanmi azobligi yo'qmi? Albatta bor. Seni yo'qdan yaratgan va umoq bovoqlarni papiligandek bu dunyoda yashatgan Rabbingga qarshi qilgan tuzkurliqing ko'nglingni hech yerim qilmamdi. Hisob kuni Rabbingga nima deysan? Ey nafsim, jahannamni bir tarafga qo'yib sendan so'rasam, undaqda qabr azobiga qandoq bardoshlik berasan? Hatto qabr azobini bir tarafga qo'yayli va faqat shuni o'ylayli. Janobi Alloh bizni qabrida tirildirsa va hech qanday azob qilmasa, ya'ni qabra qo'vrig'larimizni qistimasa, munkir nakir farishtalari savol so'ramasa va qabrining boshqa turli azoblari bo'lmasa, faqatli shuni o'ylan. Qabrida tirildirilib, shundoqla tashlab qo'yilsaq, u yolg'izlikqa, u qorong'ulikqa va u tor makonga qandoq sabr qila olaysan? Bo'rilar uvisiga, g'urbat uyiga va yolg'izlik manziliga bardoshlik bera olamsan? Azob sifatida mushuning o'zili sana yetmasmidi? Sen texi qabrning qorong'uligiga sabr qila olmaydigan, qabrni o'ylig'iningda vujuding sovuq ter bosadigan ahvolda turib, qandoqmi jahannam azobiga bardoshlik bera olaysan? Sening bu jasorating nodonligingdan keladi. Ammo bilginki, ko'zingni yumib olish bilan dunyoda qololmaysan. Hamon bir kuni amdi chiqqin deydi. Kelgin, dunyo sana amdi chiqqin deyishdan burun sen onunga yo'qol degin. Ko'nglingdan chiqargin va qutulgin. Ya